Alex Mod o'tgan videoning eng mutlaq g'olibi. Endi bugun uning to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Agar Alex Modda 100 kunlik video xohlasangiz, video boshida va oxirida berilgan shartlarni bajaring. Agar siz ham o'z ovozingiz bilan keyingi videoni hal qilmoqchi bo'lsangiz, Telegramda bizni kuzating. U esa описание ostida. Filga o'tirdim. Qarg'a, qarashiga e'tibor bering. O'tgan videoni eslasangiz kerak. Aynan o'sha videoda Alex Mod degan mod g'alaba qozondi. Demak, bugungi video uning to'liq obzori bo'ladi. Agar super video olishimni xohlasangiz, izohlarda Alex so'zini qoldiring va men keyingi safar 100 kunlik video olaman. Obzor qilishni esa boshladik. Qarshingizda Alex Modda ayiq polvon nomi bilan mashhur bo'lgan polvon. Agarda men uni bolasiga sal yaqinlashsam, u menga hujum qilishni boshlaydi. Qayerdan biladi, balkim men uni erkalash uchun kelgandirman-a? Agarda siz unga asal bersangiz, sizdan yaxshi inson yo'q ular uchun. Ayiq polvon, zo'r polvon, asal yeyishda chaqqon. Ko'ryapsizlarmi, yalab yeyishini mazza qilib. Agarda shu hayvonlarni bir yerga yig'ib, katta bir zooparkka aylantirish mumkin bo'lgan videoni qilganimda qanchalar yig'ardi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni yozing. Alex Modda eng yoqqan taraflardan biri deyarli barcha hayvonlar qo'lga o'rganar ekan va siz bemalol hayvonlar bilan birgalikda yashashingiz mumkin. Ular sizga hujum qilmaydi. Qanday ajoyib, to'g'rimi? Mana shu joyi juda ham ajoyibda, to'g'rimi? Ayiqqa minish. Yo, bro, what's up? Endi men ayiq turkumiga va oilasiga mansub bo'lgan ko'k odamman. Ayiqqa minding, endi uni taksist qilmoqchimisan? Nima balabatlar deyishingiz ham mumkin, lekin ayiqning vazifasi faqat shulardan iborat emas. Tomosha qiling. Agarda kutilmaganda 3 ta zombi 3 ta tarafimdan kelib turib meni qovurib tashlamoqchi bo'layotgan paytida, ayiq meni o'z himoyasiga olayotgan paytni hozir ayni paytda tomosha qilishingiz mumkin. Nechta payt so'z ishlatildi? Yo, endi men Winnie Puhman. Navbatdagi hayvonimiz yenotlar. Yenotlar juda ham toza mavjudotlar. Hattoki siz bergan ovqatingizni tozalab yeyishadi, tasavvur qilyapsizmi? Men bunga ovqat beryapman, lekin bu meni ovqatimni kir deb tozalab yapti. Mana bu sahnani men ustimdan gruppovoy kulish deb nomladim. Nima tozalikni yaxshi ko'rishadi, nima deysizlar endi? Eng qizig'i, bular qo'lga o'rganadi. Tasavvur qilyapsanmi? Orqalarida bir to'da yenotchalar. Yana bitta super ma'lumot. Bular uchiga chiqqan o'g'ri. Voy, yaramasa, ko'rib qoldim-ku, baxga. Yana bir qiziq ma'lumot, yenotlar qo'lga o'rgangandan keyin absolyut sizni himoya qilishadi. Lekin agar yo'lidan ovqat ko'rib qolsa, sizga umuman e'tibor bermaydi. Hozirgi hayvonimiz qora qarg'a. Qarashiga e'tibor bering. Qarg'alar haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Masalan, uning rangi qora, qanotlari bor va eng asosiysi qovoqni urug'ini juda ham yaxshi ko'radi. Qovoqni o'zini ham. Va shu sababli qovoq urug'i bilan ham qo'lga o'rgatsa bo'ladi. Eng qizig'i, har qanday qo'lga o'rgangan hayvon egasiga sodiq va sizni himoya qilish uning majburiyati ekan. Alex Mod shunchaki qoyil qoldim. Navbatdagi hayvonimiz giyena itlari. Albatta, gigiyena emas, giyena. Bu it asosan o'rmonning baland joylarida uchraydi va o'ziga xos xarakteri bor. Ular qanday? Hozir ko'rib chiqamiz. Masalan, bu itning sevimli taomi tovuqlardir, chunki u tovuq go'shtini yaxshi ko'radi. Tovuq go'shtini kim ham yomon ko'radi deysiz? Va eng g'aroyib tomoni, quyosh botishni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Albatta, hazil, bu shunchaki tasodif. Tasodifan bo'lmaydi. Bu itning yana bir salohiyati, bundan reyderlar juda ham qo'rqadi. Ya'ni buni bu atrofga qo'yib qo'ysa bo'ladi-da. Biyomlar juda ham ko'p bo'lganligi sababli qushdan to qumursqasigacha o'rganishning iloji yo'q. Shuning uchun eng asosiylari hozirgisi esa botqoq biyomi. Botqog'imizdagi hayvonlarning ro'yxatini ochib beradigan qush, Sheobel qushi. Aynan o'sha va qiladigan qush. Uni qo'lga o'rgatish iloji bor. Faqat bu videoda ko'rsatsam uning qizig'i qolmaydi. Shuning uchun ham agar 100 kunlik video xohlayotganlar bo'lsa, unda shuni qilib ko'raman. Botqoq deganda yashil, ulkan sudralib yuruvchi xayolingizga kelsa kerak. Uning nomi esa timsoh. Kimga qiziq bo'lsa aytib o'taman. Timsoh bu sudralib yuruvchilar ichidagi eng yuksaklaridan, ya'ni yuragi 4 kamellar bo'lgan, sovuqqonli bo'lgan yagona sudralib yuruvchi hayvon. Uning uzunligi 6,5 metr keladigan gavial degan turlari eng ko'p tarqalganlardan biri. Va Hindistonda u. Shuni ham aytib o'tay. Eng qiziq tarafi shundaki, u o'yinchilarga yoki odamlarga ham hujum qilishi mumkin. Ko'payishga keladigan bo'lsak, zombini go'shtini berasizlar va ikkita timsoh xullas ko'payadi-da. Tuxumini qirg'oqqa yaqin joyda qo'yadi. Menimcha mana shu yoqqa qo'ysa kerak.
Qo'ydi. Xo'sh, uni ochishni kutib o'tiramizmi? Albatta ha. Blin, palag'da bo'lib qolgan shekilli bu. Timsoh haqida gap ketar ekan, uning terisi haqida aytib o'tish kerak. Demak, undan chiroyli kartuncha tiksa bo'ladi. Kiyim haqida gap ketar ekan, toshbaqadan olishi mumkin bo'lgan kiyimni ham aytib o'tay. Uning kraftda quyidagicha yashil bosh kiyimni o'rtaga qo'yasizda va toshbaqaning terisini qo'yib chiqasiz. Toshbaqaning terisimi bu o'z bilmadim. Va mana bunday ajoyib bo'lgan bosh kiyim paydo bo'ladi. Xo'sh, yarashtimi ko'ramiz va bizga mana bunday ajoyib bo'lgan sehr, ya'ni suv ostida 15 soniya nafas ola olish. Oldin ham bor edi-ku. Eng turli tuman hayvonlari mavjud bo'lgan biom, savanna biomiga xush kelibsiz azizlar. Men unga kirishim bilan bir narsaga e'tibor berdim. G'izol, jayron yoki ohu cho'dan bittasi xohlaganingizni tanlab oling. Bu hayvonchalar juda ham chaqqon bo'lganligi sababli bu modda bizga kerakli bo'lgan super narsa bor. Ya'ni tezlik uch damlamasi. U qanday tayyorlanadi ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga mana bu momoqoylarning shoxi kerak bo'ladi va tezlik 2 damlamasi va blaze. Keyin esa mana bu shoxni qo'yamiz. Ko'rib turibsizki, tezlik 3 ga harakat boshlanib ketdi. Ko'rib turibsizki, endi bizda tezlik 3 damlamasi bor. Xo'sh, uni ichib ko'ramizmi? Qani olg'a. Tezligini qarang buni. Tezlik 2 dan 2 barobar kuchli bu. O'ylaymanki, bu juda ham ajoyib va juda ham kerakli bo'lgan damlama. Finalni qahramonimiz. Deyishga shoshilmaymiz, shunchaki fil bu. Demak, bu haqida tanishib chiqamiz. Fil sut emizuvchilar sinfiga kiradi. Uning og'irligi 2 tonnagacha bo'lishi mumkin. Albatta, Minecraft emas. Ha, aytgancha uni qo'lga o'rgatsa ham bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Demak, daraxtlarni kesib tashlagandan keyin daraxtning barglari to'kiladi va undan oq gul tushish kerak. Oq gul. A few moments later. Yaxshi, bu vaqt ketib qolyapti. Mana tushdi. Ko'rib olinglar. Endi uni mollarga, fillarga beramiz. Yo, qo'lga o'rgandi bolalar. Filga o'tirdim. Qani zo'ri kim mana shunaqa qila olgan? Filni boshqarib yubordim. Xo'sh, sizlarga hozir bir ma'lumot aytaman, boshingiz ko'kka yetadi. Mana bunday gilamchalar orqali fillarga kiyim to'qsa bo'ladi. Endi Bumble fil bo'ldi. Qarshingizda Pygmy fil. Yoqimtoy ko'kcha va qora buldozer. Eng so'nggisi Alovuddinning fili. Va yuqorida aytganimizdek, hayvonlar juda ham egasiga sodiq. Qo'riqlashni qaranglar, qanchalik yaxshi. Sahro iloni. Sahroga xush kelibsizlar. Sahrodagi hayvonlar ro'yxatini shaqildoq ilon boshlab beradi. Qani go. Bu ilonimiz sudraluvchilar sinfi, ilonlar turkumi, shaqildoq ilon turiga kiradi va u sovuqqon hayvon va uning eng asosiy dushmani kuyka qushi, lotincha nomi Geococcus. Ko'rib turganingizdek, ilon ovchisi 5000. Bu qush Amerika va Meksikaning janubiy cho'llarida juda ham ko'p uchraydi va ilon ovchisi degan laqabi ham bor. Bu qush soatiga 32 kilometr tezlik bilan yugura olganligi tufayli Alex modda bor. Ya'ni qanday? Bizni o'ldirganda tushadigan patlardan super oyoq kiyim yasasa bo'ladi. Qo'limdagi super oyoq kiyim bilan yugurib ko'ramiz, qani? Olg'a. To'g'ri, tezlik 3 damlamasi emasdir, lekin bu ham yomon emas. Cho'lda tun tushishi bilan yashash oson bo'lmaydi. Negaki cho'l ruhi deb atalgan mana bunday bo'ronlar kechasida juda ham ko'p bo'ladi. Eng qizig'i bular hayvon emas, shunchaki moblardir. Va bu moblar uchun ham qiziqarli ma'lumotlarim yetarli. Demak, bu moblardan tushadigan mana bunday qizil zumradlardan super narsa yasasa bo'ladi. Ya'ni qanday? Buncha cho'zmasdan tez-tez ayting. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Mana bunday qo'yib olamiz. Tepaga qumlar va o'rtasiga shu zumradni qo'yish kerak. Va bizda qumotar 5000. Yaramas, bu yoqqa kel, ichagingni boshingga salla qilaman. Ochig'i, yomon qurol emas, yasab olishga ham juda oson ekan. Hattoki bundan qanaqadir uskuna ham yasash mumkin. Bu qanaqa uskunaligini lekin tushunmadim. Xo'sh, bu nima bu o'zi? Bu cheksiz davom etadimi? Bilganlar izohda yozib olsin, men bilmadim to'g'risi. Yo'q, cheksiz davom etmaskan. Xo'sh, g'alati nomlar ko'payyapti. Tarantula arisi, bu juda ham xavfli yirtqich. Uning ovida asosiy o'lja bu o'rgimchaklar. U o'rgimchaklarni juda ham yaxshi ko'radi va uning asosiy oziq ham shunday. Va o'rgimchak o'ljasi qo'lga ilingandan keyin uni yer ostiga ko'mib qo'yadi. Juda ham qo'rqinchli.
uni jag'i bilan tortib ketayotganiga e'tibor bering va so'z isbotsiz bo'lmaydi. Xuddi aytganimdek ko'mib qo'ydi. Ma'lumot to'plashda buzib yuboribmanmi? Tez kommentga maqtanglar. Eng qizig'i bu do'stimiz qo'lga o'rganadi o'rgimchakning ko'zi bilan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Eng qizig'i hattoki mana shu yirtqich ham meni himoya qilar ekan. Shunchaki gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yeppa, Creeper yoyib beryaptimi? Elitrani olish uchun Endga borish kerak emas. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Shu ari bilan elitra yasasa bo'ladi, aynan uning qanotlari yordamida. Xo'sh, misoli ari singari uchishga tayyormisizlar? Unda olg'a. Bu qanaqa? Bu biroz teksturasi buzilib qo'yibdi-ku, lekin yomon emas, xuddi pashshaga o'xshab uchayotgandayman. Yoki Supermendek. Mayli, Superman. Kenguru yoxud boksyor. Nega unday deyotganimni sal keyinroq aytaman. Kenguru temizuvchilar sinfiga mansub bo'lib, xaltalilar turkumiga kiradi. Bu sabzixo'r quyonning akasi sabzini juda ham yaxshi ko'radi va qo'lga o'rgana oladi. Bu boksyorimizni bemalol kuchaytirsak bo'ladi va hattoki urush uchun qilich bersak ham bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Xo'sh, ko'ramiz qanday jang qilar ekan. O'z turdoshingni urasanmi? Yo, urar ekan, qoyil. Bular bilan dahshatli armiya tuzsa bo'ladi-yu. All remaining systems will bow to the first order! Bolalar, mana bu go'sht haqida sizlarga ma'lumot bermadim. Bu dahshat narsa, qaranglar. Agar men bu go'shtni shunday pishirib olib, keyin bu go'shtni verstakda ikkita nonni orasiga tiqsam, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada zo'r narsa paydo bo'ladi. Bu gamburger, to'ppa-to'g'ri. Va uni kenguruni ko'z oldida nomardlarcha yeymiz. Kenguru go'shtidan fast food. Keyingi qahramonimiz qushlar sinfiga mansub tuyoqqushlar turkumi va emu turi. Emu. Xullas, taqrib aytganda bu qahramonimizning nomi Emu. Emuda sirli narsalar talaygina. Masalan, uning patlaridan hech qanday o'q o'tmaydi agar u nam bo'lmasa. Mana yomg'ir yog'vordi, keyin GG. Mana bu xavfli hayvon esa yirtqichlik kaltaga esa yoki cho'lning ichki emari. Eng qizig'ini aytganda bu zaharli, tasavvur ham qila olmaysizlar. Eng qizig'i buni qo'lga o'rgatsa bo'ladi deb eshitgandim va hozir shuni sinab ko'ramiz. Mana bu chirigan go'shtlarni berib qo'lga o'rgatsa bo'ladi, faqat juda uzoq vaqt kerak deganda. Bo'ladimi yoki yo'qmi aniqni bilmadim, lekin zaharlayaptimi noinsof. A few moments later. Xo'y, bo'lsangchi yaramas. Qani, balkim vijvaniga o'tish kerakdir. Bu bola faqir men cheksizim borligini bilmayman shekilli, hozir ambulatoriyaga admin qilaman. Ma, ulishingni olyapsanmi, ha? Yoqyaptimi? Men bilan o'ynash qanaqaligini bilib oldingmi? Bo'ldi, sakrama ukajonim. Xo'sh do'stlar, qarshingizda endi qorli biyomdagi barcha mod, ya'ni hayvonlarni o'rganib chiqamiz. Aynan hozir ko'rib turgan bu bug'ularingiz shimol bug'ulari deb nomlanadi va uning shoxlari juda ham o'zgacha ko'rinyapti, to'g'rimi? Ha, jang qilishiga e'tibor bering. To'g'ri. Va shunga yarasha uning shoxlari o'yinga qo'shilgan. Qanday deysizmi? Hozir ko'rsataman. Ko'rib turganingiz uni shoxlari qani, voy, teksturasi buzilib qolgan ekan, ammo bu juda ham chiroyli va epicheskiy shox edi. Mayli, to'g'rilashga harakat qilamiz. Hech bo'lmaganda shox haqida qisqa ma'lumot aytib o'taman. Bu knockbaut sehriga sehrlangandek bo'ladi. Ya'ni siz urganda raqibingiz uchib ketadi. Hozirgi hayvonimiz qor gepardlari yoki leopardlari. Qaysi biri to'g'riligini aniqini bilmadim. Bu hayvonlarning ov qilishi juda ham ajoyib. Sakrab turib, shunchaki yanchib tashlaydi. Ochig'i juda ham g'alati sakrar ekan, qoyil qoldim lekin. Bu qush haqiqiy hayotda bormi yoki yo'qmi bilmadim, lekin o'yindagi ismi Sunbird, ya'ni quyosh qushi. Yaltirab turishidan ham shunchaki bilib olsa bo'ladi menimcha. Qanday karomati bor hozir ko'ramiz. Agarda biz kutilmaganda uni oldiga elitrada chuv etib uchib borsak-ku, lekin unga yaqinlasha olmay prosta tak o'tib ketsak ham bo'lmaydi. Shuning uchun uning tagidan sekin o'tishimiz kerak va bizga mana bunday qanaqadir effekt beradi. Bu effektning ayni bir ma'nosi sekin qulash. Endi bemalol biz sekin qulasak bo'ladi. Naq tugab qolsa ham lekin GG. Lekin bizda elitra bor, cho'chmanglar. Agarda biz kutilmaganda undan jahlimiz chiqib, somsaxonaga sous qilmoqchi bo'lsak, u ham bizda sous qiladi. Tasavvur qiling, mana bunday qilib zarba berdingiz va paq etib quladingiz. Chunki qulash effektini beradi-da bu. Bu hayvonning nomini aytmasa ham bo'lsa kerak, chunki hamma biladi qanotini yozganda 2 metr bo'lishini va bu burgut super qobiliyatlari bor o'yinda. Ovni ham e'tibor bering, baliqlarni suvda suzyapti-ku. Bu вообще g'oz-ku. Dahshat qilibdi lekin.
Va bu hayvonimizni baliq yog'i bilan qo'lga o'rgatsak bo'ladi. Qo'lga o'rgatgandan keyin juda ko'p fishkalari bor. Agarda sizda beysbol qo'lqopi bo'lsa, uni tashlab yuborishga shoshilmang. Uni burgut bilan uyg'unlashtirib ajoyib holatga keltirsa bo'ladi, ya'ni qo'lda ushlab turish. Nafik bu menga qoshni qaldirg'och qilyapti. Agarda ikkita zombi ikkita tomoningizdan kelib turib qovurib tashlayman deyotgan paytida sizning burgutingiz bo'lsa, unga shunchaki kalla qo'yishni boshlaydi va siz tomosha qilishdan lol qolganingizdan bilmay qolishingiz ham mumkin. Yo, kalla rostdan kalla qo'yar ekanda. Uchishni biladi, lekin nima kalla qo'yapti? Eng super tomoni endi keladi. Qarab turinglar. Agarda bu burgutga ko'zni yopadigan mana bu narsani qo'yib turib qo'limizga olsak, keyin voy kriperdan qoch, keyin qo'lda nimalar kelishini tasavvur ham qilolmaysiz. Tippa tirik dron bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Masalan, bironta narsaga qarab, voydot, uchib ketdik. Yo, tasavvur qilyapsan, buni men boshqaryapman. Mana bunday kelib turib, "Vacha!" deb turib atak, "Uy, hozir o'ldirib qo'yadi, qoch." Shunday qilib atak qilsa bo'ladi-da. Mana oqayiq hattoki so'yib tashlashga tayyor bu qush va o'ldirib tashlaganingizdan keyin qaytarib olib kelsangiz bo'ladi. Hozirgi simcha o'xshamadi, keyingisida kimnidir o'ldirib ko'rsatamiz. Qani olg'ish shovvozlar, qo'ydi maybini chiqarib kelamiz. To'g'ri cho'kyapmiz. Vacha! Ajoyib, shunchaki bu ov qilish uchun zo'r qurol ekan. Masalan, menga juda ham yoqdi. Xo'sh, tropikka xush kelibsizlar do'stlar. Bilamizki, tropikda juda ham ko'p hayvonlar bo'ladi va hayvon turlarining 70-80% ni shu yerda uchratsa bo'ladi. O'yinda ham aynan shunday bo'lsa kerak, lekin juda ham qotiradi. Xo'sh, tropikning erkatoyi gorilla, ya'ni primat. Shu bilan birgalikda buni odamsimon maymunlar ham deyiladi. Uning sherigi orangutan va chimpanzedir. Agar bu jonivorga kutilmaganda banan bersangiz, sizdan yaxshiroq inson yo'q u uchun. Chapillamasdan yesangchi yaramas. Mana qo'lga ham o'rgandi. Banan juda ham mazali shekilli, to'xtamasdan yeyishni qaranglar buni. Endi sizda bemalol himoyachingiz bor tropikda. Zombilar sizni o'rab olgan taqdirda ham bu do'stingiz nahotki yordam bermayapti. Jonim kam, yordam bersangchi. O, yaramas, yordam ber. Men seni boqdim 1,5 soat. Noinsof, aytdim. O, endi ko'rdi, endi yoyib beradi. Xo'sh, kichkina bir matishkachani topib oldim, endi uni qo'lga o'rgatsa bo'ladi. Yo, hattoki yelkaga mindirib olsa ham bo'lar ekan. Tushib ketdi. Boshqatdan. O, faqat yelkamga siyma jigar. Agarda kutilmaganda Creeper menga hujum qila boshlasa, bizning matishkamiz unga tosh bo'ron qilishni boshlaydi. Oila, shuncha toshni qayerdan oldi bu? Hozirgi hayvonimiz tropikda hech kimdan qo'rqmaydigan, hamma undan qo'rqadigan hayvonlardan biri, ya'ni yo'lbars. Unda undov belgisi paydo bo'ldi, undan qochishning iloji yo'q. Masalan, qo'y, GG. Xo'sh, bu yirtqichni ham qo'lga o'rgatsa bo'ladi, ya'ni qanday cho'chqa go'shti bilan aldab olamiz. Keyin esa bizda mana bunday mission passed respect degan yozuv keladi. Keyin esa 9 daqiqa u bizga hamroh yoki yordamchi yoki qul. 9 daqiqadan keyin esa nima bo'lishiga hech kim javob bermaydi. Hattoki 9 daqiqadan unga tashlanib qolsangiz, undan qochishning iloji yo'q va siz tamomsiz. Suv hayvonlariga navbat keldi. Hozir ro'yxatimizda dengiz qisqichbaqasini qo'lga olsa bo'ladi va eng asosiysi mana bunday olovda pishirib yesa ham bo'ladi. O, tayyor. Yo, qani? Yomon emas. Kasatkalar suv emizuvchi ekanligini biladiganlar bormi? Agarda siz uni baliq deb o'ylagan bo'lsangiz, bekorlarni 5 tasini yeyapsiz. Bu katta bo'lgani sababli katta narsalarni yaxshi yeydi. Hoy, yaramas kashalot, hali seniki kelmabdi navbating. Nima qilay aka, zerikib ketdim-da. Hozir zerikma yo'l, hozir oldinga boraman. Kasatka haqida so'nggi ma'lumot. Agar uni oldinga tutsangiz, mana bunday effekt beradi. Bu effektning nomini bilmadim, lekin qanday ishlatilishini bilaman. Agarda kutilmaganda oldingizda 3 ta utopiylik kelsa va oldingizda kasatka bo'lsa, siz aslo cho'chimang, chunki siz ekspertsiz. Zarbalaringiz ta'sir qiladi, faqat damingiz qaytib qolmasa bo'ldi. Mister, keldingizmi? Meni ham endi rasmga olib qo'ying yoki videoga. Basharang qursin seni. Sen haqingda tayinli ma'lumot yo'q. Nima? Seni sut emizuvchi ekanligini aytishim kerakmi yoki boshing tanangning uch qismini egallashini aytishim kerakmi yoki kitdan keyingi eng katta sut emizuvchi ekanligini aytishim kerakmi? Voy, shuncha ma'lumot bor ekan-a? Va eng asosiysi kashalotlar o'zidan ultra tovush chiqarib ov qilishadi. Ana, eshitdingizmi? O'zidan ultra tovush chiqaryapti. Qanchalik zo'r. Xo'sh, akulalar baliq ekanligini aytib o'tishim kerak. Ya'ni tog'ayli baliqlar sinfiga kiradi. O, baliq sut emizuvchida miyani achitib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bular baliq. Agarda siz akula fermangiz bo'lsa va qandaydir qilib akulani tishini topa olsangiz, mana bunday super o'qlarni tayyorlay olsangiz bo'ladi. Mana bunday kraftni va buning xususiyatlarini hozir ko'rib chiqamiz. Oddiy kamonning o'qlari suvning tagida hech qanday zarba bermaydi, lekin mana bu kamonning o'qlari
Yo, akulani o'zini ham 4 ta zarbada maybini chiqarmoqda. Bilasizmi, Alex Mod oddiy olamni va Nether olamini ham o'zgartirib yuborgan. Hozircha faqat Nether olami, agar xohlasangiz End olamini ham keyinchalik tanishib o'tamiz. Nether olamiga mana bu pashshani olib kiradigan bo'lsangiz, zo'r o'zgarish bo'ladi pashshada. Denkasi o'zgarib ketadimi bilmadim. Kutilmaganda, voy, uzilib qopti. Ha, mana o'sha pashsha. Voy, titrashiga e'tibor beringlar. Jinni bo'lishni boshlayapti. Voy, ko'rinmay qoldi. Skelet shupayt paydo bo'lib qolganini qaranglar. Hoy, daf bo'lsang-chi. Bizni pashshamiz qani? Yo, kimdir buni ko'rdimi? Men o'ylayotgan narsa bo'lsa kerak. Ha, mana bu eshakdek chivinga aylanib ketadi keyin pashsha. Eng qizig'i bu yirtqich shunchaki sizning betingizga o'rnashib oladi. Axir menda netherite'lar bor-ku. Eng qizig'i mana bu narsalardan super aslaha yoki super qurol o'shani yasasa bo'ladi. Uning crafti juda ham oddiy. Mana bu ikkitani qo'yib olamiz va 3 ta netherite tayyor pistik. Qon otar 5000. Xo'sh, qani skeletni sinab ko'raylikchi. Toy, menga qara. Yo, normal uron olyapti, lekin qandaydir ezmaroq qurol ekan. Yo, mana bu hayvon yoki mobni hech qachon ko'rmagandim, lekin bunda super qobiliyatlari borligini bilaman. Bu devorga chirmasha oladi, lekin men buni 5 sekundda yoyib berishim mumkin xohlasanglar. Xamirni 5 sekundda yoyganda yoydim. Mana bunisidan super damlama yasasa bo'ladi, lekin xullas qanday tayyorlanishini bilmadim, shuning uchun shunchaki sotib olaman. Yopib olaman. Xullas qaranglar bolajonlar. Mana shunaqa damlama tajribaslarda va 44 soniyaga sizlarga qanaqadir effekt beradi, nomini bilmayman. Lekin shunaqa xususiyati borkim deb uchasizlar. Keyin kallanglarni qo'yib olasizlar. Bo'ldi, sizlar endi devor tarakanisizlar. Tamom. Xo'sh, keyingi hayvonimiz yashin chivinlar oilasiga mansub yashil gigant chivin. Xo'sh, uni golem bilan jang qilishini ko'rayotganlar bormi? Men masalan golemga tikaman. Xo'sh, golemimiz yomon zarbalar bermayapti. Moskito. Lekin golem yuchiga absolutni yordam berish kerak. Golem gigachat. Yo. Hozir sinib qoladi golem. Yo'q, chempion golem. Xo'sh, Netherning qora quyoni deb ataluvchi bu mob Superman desa ham bo'ladi. Hamma Superman ekanda men uchun. Lekin bu gigachat haqiqiy. Tasavvur qila olmaysizlar qanaqa g'alati narsalar otadi. Yo. Bu nima bu? O'zi quyonvoylarimi? Polaponlarimi? Yonyapman. Agar uni o'ldirsak va undan tushgan narsalar lavada yo'q bo'lib ketsa, demak bu bizning aybimiz emas. Shunchaki narsalarni olamiz endi. Agar undan tushadigan mana bunda qanaqadir oyoq va dengiz narsasini birlashtirsa, ajoyib bo'lgan matoh paydo bo'ladi. Hozir sinab ko'rsataman sizlarga. Yo, Misterio, qanday qilib lava ustida turibsan desanglar, menda ajoyib skate borligini sizlarga aytmadim-ku, to'g'rimi? Lava endi meni uyim-ku. Boy vrema kelib turib skate uchmoqchi bo'lsanglar, lavada cho'chima kelaverasizlar. Chunki mana bunaqa narsa tayyorlab olsa bo'ladi. Eng qiziq, bu narsalarni sehrlasa ham bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Endi meni hech kimga keragim yo'q. Xo'sh, og'ayni chalishlar, agar 100 kunlik video xohlayotganlar bo'lsa, unda End haqida ham to'liq ma'lumotlar va ajdar, xullas barcha narsalar haqida bo'ladi, lekin hozirgi videomiz aynan shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga rahmat, 50 ming ta like kutib qolaman, bo'lmasam 100 kunlik video chiqmaydi.